hakamga ota bo'lishi yoz qolganini aytayin tezroq. Bu yerda kompyuter sotilyaptimi? Assalomu alaykum janob, kompyuterlar qanchadan? Kompyuterlarni narxini erishgisi aytamiz, biz qizlarga savdo qilmaymiz. Nimaga qizlarga savdo qilmaysiz? Uyalasizmi qizlardan yoki xotiningiz qo'ymaydimi? Boring, eringizni chaqirib keling, aytganini qiling, sotmayman sizga. Ha, bo'pti, mayli. Haka kelyapsizmi? Qarang, mana bu yerda kompyuter sotilayotgan ekan. Rosa kompyuter o'ynagim kelyapti. Kompyuter olib bering, iltimos. Ha, mayli. Sen uyga borib tur, hozir olib kelaman o'zim. Xo'p, bo'ladi. Haka aytgancha shifokor aytdi. Ota bo'lishingizga oz qolibdi. Yo'q, zo'r-ku. Mayli, sen uyda tur, hozir kelaman. Endi xotinga notebook olib bermasak bo'lmaydi, chunki yaqinda ota bo'laman. Akalar, barcha assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joha. Birat assalomu alaykum. Kompyuterlar bor. Kompyuterlarda yosh to'lgansiz bo'lmaydi bundan ko'ra, birat. Ishi bo'lmasa, olmoqchimisan? Ha, olmoqchiman. Pushtisi yo'q qoldi. Men buni pushtisini oqiga almashtirib tashlagansiz, g'alati qilib tashlagansiz-ku. Zo'r, men shu holatda luk qilib sotmoqchiman. Aralash rang luk bo'lmaydi, bir xil rang luk bo'ladi. Meni lukim shunaqa xullas. Mayli, sizda lukingiz yoqmadi lekin. Ataki bitta kompyuter olishim kerak, o'shanga kelishtirib bersangiz olaman. Qayerga kelishtiraman? Birsta izimrod hammasi. Nima? Izimrod? Axir pulga savdo qilmaysizmi, qog'oz pulga? Yo'q, bizda faqat izimrodda savdo. Ha, tushunarli, lekin agar pulga savdo qilganingizda, qanaqa savdo qilganingizda zo'r ish bo'lardi. Aytyapman, bizda faqat izimrodga savdo. Ha, bo'pti. Izimrodim bor, olib kelib beraman. Prosta avval ko'rib olish tekini, to'g'rimi? Qaysi bir yaxshiligini. Hammasi yaxshi, hammasi yangi turibdi. Aldamang lekin. Rostdan aytyapman, hammasi yangi. Bo'ldi, gap yo'q, pushtisi yoqib qoldi. Atak mana oqdi. G'alati qilib tashlagansiz, rangini almashtirib, pushtisini olib ketaman, chunki xotinimga borishim kerak. Boyagi qiz seni xotining edimi demoqchimisiz? Ha, o'shanaqa demoqchi edim. Bo'pti, birat hozir uyimdan borib pul olib keling, keyin kelib turib o'sha notebooklarni to'plamini sotib olaman, ya'ni pushti ranglilarni. Endi xotinimga bo'lgani uchun ham pushti rang olaman-da, rozoviy. O'zimga bo'lganda oq qorasini olgan bo'lardim. Pullarimni adashmasam tepada qo'ygandim. Tepada bo'ladi. Xotin yaxshi o'tiribsam, karoshda senga rozoviy rangni olib kelmoqchiman. Bo'laveradimi? Ha, aka, bo'laveradi. Bo'pti, xotin hozir olib kelaman. Birsida izimrod oldim. Birsida izimrodga berib yuboradi, biratan hammasini shunday ko'tarib olib kelib xotinga o'rnatib beraman. Xohlasa Minecraft o'ynaydimi, xohlasa PUBG o'ynaydimi, PUBG o'ynamasa kerak. Birat, mana birsida izimrod sizga tashlayman. Qanday olasiz bilmayman, qo'lingiz bormi? Sen izdivasta qilyapsan. Siz avval gapirishni o'rganing, makmaklab yotibsiz-ku. Sen meni izdivasta qilyapsan. Izdivasta qilmayapman, birat, to'g'ri aytyapman. Bo'ldi. Siz vashshi gapirmay qo'yibsiz, siz gapirsangiz, vashshi gapirib qo'yar ekansiz. Bo'ri, pushti ranglarni olib ketaman, karochi. Notebookni ham pushtisini olaman, keyin routerizni ham pushti ranglisini olaman. Oqmang kerak emas. Bo'pti, o'zing bilasan. Faqat ehtiyot bo'lmagin. Agar nimadir bo'lsa, men javobgar emas. Nimangiz javobgar emas? Siz javobgar bo'lasiz albatta. Bo'lmagan gap, o'zing javobgar bo'lasan, chunki o'zing olib ketyapsan. Mayli. Agar nimadir bo'lsa, olib kelib beraman o'ziga qaytarib. Yo'q, olib kelib o'tirma, qaytarib olmayman. Yo'q, qaytarib olasizmi, olmaysizmi, menga o'ta farqi yo'q. Baribir qaytarib olasiz. Mana pulingiz, birat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mayli, yaxshilikka buyursin. Ana kompyuterlarni to'g'rilab qo'ying keyin. Bo'pti, o'zim bilaman. Mayli. Bu yerda aktyorlarni mashinasi turibdi, o'tgan safar xotinimga taklif bo'lgandi, lekin xotinimni ishlagani qo'ymadim akalar. O'shaning uchun mashinani tashlab ketishgan, balki qanaqadir klient chiqib qolsa debmi, bilmayman. Aytgancha mana instrumentlar qo'yaman deb kompyuterlar qo'yib yotibman. Bo'ri, kompyuterlar kerak-ku, axir. Bo'ri, mana bu yoqqa xotinimga o'rnatib berishim kerak. Garajni eshigini yopib qo'yaylik, shamol kiradi. Shamol kirsa go'rga jitellar kiradi. Xotin, senga dahshat kompyuter luk olib keldim, ya'ni to'plam. Buni bilmayman qanday o'rnatib beraman. Menimcha mana shu o'zimni to'plamimni joyiga o'rnatib beraman. Men kompyuter ishlatmayman, mayli, sen ishlatib o'tirasan. Voy, rahmat aka, boringizga shukr. Nima aytsam, har doim topib kelib beraverasiz. Topib kelib beraman-da. Endi senga topib kelib bermasam, kimga topib kelib beraman? Sendek xotinni qayerdan topaman? Keyin xotin, bo'ldi, mana notebooking tayyor. Buni ishlatib ko'rish kerak endi. Menimcha hamma yo'q ishlaydi. Mana routerga ulandi, Wi-Fi ga. Bu yerda rasm chizsang bo'ladi, xohlasang o'yin o'ynasang bo'ladi. Hamma narsa bor, karoshda. Maza qilib ishlatib o'tir. Bo'ldimi xotin? Yoqdimi senga notebook? Ha, juda ham yoqdi aka. Endi bu qo'lingizdagi stol-stulni nima qilmoqchisiz? Karochi, bu stol-stulga bitta zo'r joy topib qo'yganman. Uyimizda ichida joy yo'q. Buni olib borib polizda qo'yaman. Polizda oldida zerikkan paytimiz chiqib, toza havoda o'tirish degandek zo'r bo'ladi. Yoki poliz terayotganda o'tirib damob tersa bo'ladi-da. O'shaning uchun bu yer takoy joy. Bo'ldi, mana shunaqa turib tursin. Jo'xa, bolang qachon tug'iladi endi? Bilmayman, tug'ilib qolar, janob. Mayli, men tog'a bo'lsam maylimi? Yo'q, amaki bo'lasiz, maylimi?
Ha, bo'laveradi, farqi yo'q, jiyanim bo'lsa bo'ldi. Ha, mayli, jiyan qilamiz sizga. Bo'ldi, endi bor damda olaymi, bitta Red Bull cho'yganim. Ha, xotin, nima bo'ldi? Qalay o'tiribsiz, yaxshimi? Menki yaxshi o'tiribman, mana olib kelib bergan noutbukingiz nimagadir ishlamayapti. Nimaga ishlamaydi? Axir yangi noutbuk bo'lsa to'xtab tur, o'zim tekshirib oz ko'rib beraman, xotin. Sen vahima qilmagin. Men o'zim bilasan, noutbuklarga ham, kompyuterlarga ham, planshetga boshqasi ham normal tushunaman, lekin rostdan ham yonmayapti nimagadir. Bo'pti, hozir egasi olib borib ko'rsatib kelayin, egasi almashtirib beradi. Chunki ishlaydi, hammasi zo'r, yap-yangi noutbuk deb bergandida, so'rab ko'raman nimaga buzilib qolgani yoki qanaqadir boshqa joyda yo'qadigan tugmasi bormikan. Hayronman, baribir egasidan so'rash kerak edi, egasi biladi. Assalomu alaykum, brat, yana bir bora. Ha, nima gap, nima kelding? Qarochi, men noutbukingiz ishlamayapti. Bor, uni qaytarib bermoqchiman sizga. Yo'q, qaytarib ola olmayman. Nimaga qaytarib ola olmaysiz? Chunki sen ishlatgansan. O'zingiz ishlaydi, hammasi joyida deb berdingiz-ku. Men baribir javob berganim bilan buni qaytarib ola olmayman, tushunyapsanmi? Yo, siz qanaqasiga yangi bu ishlaydi degansiz-ku? Yo, ishlash kerak edi. Menga yangi deb sotishgan. Men bilmayman xullas. Nimaga bilmaysiz? Siz javob berishingiz kerak sotgan narsangiz uchun. Men javob bermayman, tushunyapsanmi axir? Yo'qol, ket qarochi. Men senga hech qanaqa tuzatib ham bermayman, yangisidan ham bermayman. Demak, bu noutbukda nimadir bor. Bo'pti. Hozir men noutbukni yaxshi tushunadigan odamning oldiga boraman. Zayniddin bor edi-ku, o'sha noutbukni ezib turib tushunadi, kompyuterda ham ezib tushunadi. Chunki o'zini noutbuki bilan kompyuterni ezib qo'yganda, o'shaning uchun ham ezib tushunadigan bo'lgan. Birat, yaxshimiz? Zo'r. Zo'r bo'lsin doim. Bo'pti, sog' bo'ling. Zayniddin yoniga boray. Oy, yangi yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Doim yaxshi bo'lsin. Biratlar, yaxshimisizlar? Yoz, rahmat. Yaxshi. O'zi ko'chada hamma bilan so'rashib yurib. Ot yaxshimisan? Otni og'zi yo'q. Bu yoqqa nima qildi? Mana Zayniddin portlatib yubordi. Yo, tog'a unaqa qildi, men o'zingiz portlatdingiz-ku. Bo'ldi, kelishib olinglar. Kim portlatganini avval aniqlashtirib. Bu yoqda o'zi nima turlar bo'lib ketibdi, g'alati bo'lib ketgan hamma yo'q. Zayniddin, menga qara, sen noutbuk, kompyuterlar yaxshi tushunarding, a? Ha, yaxshi tushunaman. Nima bo'lyapti? Nima bo'ldi? Qarochi, men noutbuk qara ishlamayapti, nimadir, o'shani bir ko'rib ber. Tak. Bu noutbuking eski-ku, qanaqasiga yonish kerak? Bu yonmaydi, hayotda yonmaydi. Voy, ot, menga qara, sen men bilan yursang-chi, mindirmaysanmi? Mindirmas ekan. Bo'pti, mindirmasang mindirma. Sendan zo'rini topaman, u mindiradi keyin. Nima deyotganding, Zayniddin? Eski ekan, yonmaydi. Obbo, yaramas sotuvchi aldab beribdi-da. Qanaqa sotuvchi? Qishlog'imizga janober sotuvchi kelgan, o'shani qanaqadir chora tadbir ko'rsak bo'lmaydimi? Siz nima ishxonangizda o'tirmasdan bu yoqda yuribsiz? Ishing bo'lmasa, bor. Aytgan janob berga aytaman degan. Bo'lmasa almashtirib ber degan. Bo'pti, aytaman, lekin almashtirib bermasa boru dabdala bo'ladi. Meni aytdi deyver, almashtirib beradi. Mayli, mana Zayniddin, senga Red Bull olib kelganim, ko'rib berganing uchun rahmat. Arzimaydi. Sen meni paxta qo'ymoqchimisan? Yo'q, bu sening xizmat haqqing, tentak. Bo'pti, rahmat. Unda sog' bo'l. Bo'pti, senga ham rahmat kattagon. Akalar, hozir boraman-da, o'sha sotuvchini aytaman, qarochi buzuq ekan deyman. Brat, siz ham kompyuterga yaxshi tushunardingiz-mi yo'qda kompyuterlarni taxlab tashlagansiz? Bu noutbuklardan dekoratsiya qilganman, ko'ryapsanmi, yorib ishimmi? Buncha pulni qayerdan oldingiz? Yo, pul ketmadi, bitta ikkitasi ishlaydi, qolgani ishlamaydi-da. Mana noutbuk ham o'sha noutbukdan qarang, ko'rib bering, nimagadir ishlamayapti. Joha, seni aldashibdi-yu. Qanaqasiga aldashadi? Bu eski kompyuter. Rostdan ham eski kompyuter ekan. Mayli, rahmat sizlarga. Aytgancha yangilikka harakat qilinglar, brat. Mayli, harakat qilamiz. Eshitdingizmi? Davay, yangilikka harakat qiling. Yaxshi, harakatga turtki berdim akalar. Endi ularni o'zi harakat qiladimi, yo'qmi o'zi biladi. Men bo'lsam, yaxshimiz, brat, yana bir bor. Zo'r. Faqat zo'r deydi. Boshqa gap o'zingcha deyish degan narsa yo'q. O'zingcha. O'zim ham zo'r, yaxshimi eshitdi, brat. Xo'p, ana endi borib politsiyachiga arz qilamiz birinchi o'rinda. Almashtirib bermayapti deb turib. Tak, assalomu alaykum janob, yaxshimisiz? Yaxshi, Jo'xa, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Bo'ladi, rahmat. Xullas, bitta problema bor. Qanaqa problema? Ko'chada bittasi noutbuk sotib o'tirgan ekan. Undan noutbuk olganim ishlamayapti. Eski chiqdi noutbuk, oldin ishlatilgan ekan. O'shani almashtirib bersam, almashtirib bermayapti. Chatosh bo'pti-ku. Nimaga almashtirib bermas ekan? Bilmadim endi, almashtirib bermayman deyapti. Almashtirib berish kerak. Seni aldagan bo'lsa, javob berish kerak. Ustidan yozsang bo'lmaydimi? Shu yozmoqchiman, endi qanday yozishni bilmayman, siz bilasiz-ku. Mayli. Narsalarimni joyiga qo'ysiz, taxtalarda, qanaqa taxta, tablo nima deyiladi? Stolda. Mana bunaqa qilib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Narvondan chiqishga alaqtilar. Uni ham olib qo'yish kerak bu yoqqa. Olib qo'yib ber. Mana qanaqa model? O'yinchoq, ishing bo'lmasin. Uni men, jinoyatlarni fosh etishda ishlataman.
qanaqasiga buni ishlatasiz? Короче, unga kiyim kiydiraman, keyin esa har xil pozalarga qo'yaman. Tushunyapsanmi? Ha, tushundim. Mayli, brat, sog' bo'ling. Mayli, aytgan politsiyaga aytdim deb. Mayli, aytaman. Agar shunday ham almashtirib bermasa, bor somsani sous qilaman akalar. Voy, menga qara, politsiyachi aytdim, almashtirib berar ekansanlar. Somsani xomshanabsan. Nima? G'alati gapirib qo'ydi. Mayli, hozir ko'rasan kim somsani xomshanasini. Chuchvarani xomsanabsan deylardi. Bu g'alati maqol to'qib tashadi o'zidan. Bo'pti, hali yalinib kelasan. Yaramas yitel politsiyaga aytdim-ku. Xotin yaxshi o'tiribsanmi? Kalochanoni politsiyaga chaqirtirib berdim. Almashtirib beradi hozir kompyuterni. Ha, to'g'ri qilibsiz. Bizni aldab sotmasin-da notebook shu uchun. Vo, ana kelyapti. Menimcha e'lanib kelsa kerak, hozir yalinib, jo'q iltimos kechir deb. Ha, nima bo'ldi, Jitel? Yuray, almashtirib beraman. Nima bo'ldi o'zingcha bunaqa yosh bo'lib qolibsan? Короче, politsiyachiga aytgan ekansan, o'sha aytdi almashtirib bergin deb. Ko'rdingmi, o'shaning uchun almashtirib bermayman, bunaqa demagin, almashtirib beravergin. Sen sotyapsanmi narsani? Klient bizga prav degan. Klientni aytganini qilishing kerak. Turadi bu narsalaring o'zi. Ha, turadi. Tekin deyapti, so'kib qo'yib oldindan. Ha, so'kish menga ta'sir qilmasin deb tegmaydi hech kim. Ha, biroz siz qarab qo'ying, maylimi? Mayli, qarab qo'yaman. Qayoqda sen notebooklaring, men tushunmadim. Ortimdan yuraver, ko'rasan. Men omborda saqlayman. Qanaqa ombor? Bu yerda ombor qurganman, tushunyapsanmi? Ha, tushunyapman, lekin ombor so'zini iloji bo'lsa to'liq talaffuz qilgin, maylimi? Nimaga? Endi sal g'alatiroqda tutilib gapirma, maylimi? Bo'pti, hozir topib olay, qayoqqa qo'yganim o'sha omborni. Men senga nima deyapman? G'alati bo'lib qoladi ma'nosi. Gapirma unaqa, bo'ptimi? Mayli, omborga yetib keldik, mana shu yerda eshik bo'lishi kerak edi. Mana ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Sen ham ko'rdingmi? Nima sen meni sizlayotganding boya? Nima sen meni sizlayotganding boya? Ha, bo'ldi, ikkalamiz bir-birimizni sellaymiz, tushundingmi? Ha, tushunmadim. Bu yerda nimaga mototsikl turibdi? Vaqtida mototsikl ham sotganman. Mana, yangi notebook olsang bo'ladi. Qanaqasiga bu yerda yangisini? Demak, o'zing almashtirib qo'ygansan, eskisini qo'yib turib yangisini olib, ha? Yo, unaqa emas. Rostdan ham shunaqa. Nimaga bo'lmasa ustida turibdi? Shu kelganimizda yangi kompyuterni ko'rsatyapsan. Короче, shunaqa bilmayman, xullas. Ishing bo'lmasa, yangisini olganda bu yerdan sur. Nimaga surar ekanman? Sen bu yerda nimalarni yashiryapsan? Tushunmadim. Ishing bo'lmasa, tushunyapsanmi? Bo'ldi, ketaver. Yo, to'xta. Men senga hali eski notebookingni berganim yo'q, tentak. Ber bo'lmasa, nima olib ketmoqchimisan? Olib borib o'sha yoqqa qo'yib qo'yaman ko'chada. Короче, akalar, bu notebookni ko'chada ekan, narigi notebookni yoniga qo'yib qo'yaman. O'shanda sotsam bo'ladi-da keyin. Tak, asta yuramiz. Tak, asta qadam bosib kelyapti Jo'xa. Tak, boraman va ostagina qo'naman. Nahotki uchib yuribman. Mayli, bu notebookni borib politsiyachiga topshiraman, chunki politsiyachi avval aytish kerak, bo'ldi, almashtirib berdi deb turib. Buni shu yerga qoldirib ketaymikan yoki ishlar ekan mana bu notebook rostdan ham. Mana unisi ishlamasdi akalar, mana qaranglar, ishlamay. Ochilib yopilishi ham problema bo'lib yotibdi. Короче, buni politsiyachiga beraman-da, mana berib qo'yasiz. Men undan arz qilmayman, arzimni короче qaytib oldim deyman. Politsiyachi bo'lsa uni afetadan keyin notebookini qaytarib beradi va olam Guliston akalar.